Menga yara bugun kelasizlar bugun Farduda, ya'ni Farg'ona davlat universiteti talabalari festiga o'zim bilan olib ketaman. Maza qilib aylanib kelasizlar. Farduga kelsam, hanbok kiygan koreys qizlar o'zimizni o'zbekchasini olib kelin salom qilib berishdi. O'zimga ham hanbok olib kelishgan ekan, 3-koreys qiz bo'lib, hanboklarni kiyib oldim. Qaranglar, hammamizga hanbok yarashdimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Hanboklarni kiyib tadbir boshlanishiga chiqdik. Juda ham chiroyli boshlandi. Talaba festga Farg'onadagi barcha universitet talabalari kelishdi. Ishonasizlarmi yo'qmi? Hindistondan kelgan talabalarning raqslarini kinoda emas, hayotda ham ko'rdim. Keyin bo'lsa harbiylarda chiqishlar bo'ldi. Menga eng yoqqani Sam universitet talabalarining chiqishi bo'ldi. Jonli ijro bo'ldi. Sam universiteti faqat mediklar o'qiydi deb o'ylagandim, lekin shunaqa chiroyli talanti bor talabalar ham bor ekan. Va har xil ko'rgazmalar bo'ldi. Bu orada korzinkaga kirib chiqishga ham ulgurdik. Korzinkada hamma bizga hayron bo'lib qaradi. Orada qizlar bilan magazinda ham ko'zdan kechirib chiqishga ulgurdik. Yo'q, bu safar faqat qo'l olib chiqdik xolos. Tadbirda hamma universitet talabalari sahnaga moda ko'rsatgandek chiqish qilib berishdi. Shu bilan tadbir tugadimi yo'qmi bilmadik, lekin qornimiz ochgandi. Shuning uchun ovqatlangan, endi joy topib o'tirib maza qilib ovqatlanamiz deb turgan buni orasida bo'lsa hamma ishtirok etgan universitet jamoalarini tashakkurnoma bilan tadbirlar. Agarda siz festivalda qatnashib oxirgacha qolgan bo'lsangiz, nima bo'lganini kommentariyada oxirgacha yozib qoldiring. Shunday qilib universitetga hanboklarni tashlab, hammamiz uyga qaytdik. Video cho'tkacha ko'rgan bo'lsangiz, thank you. Obuna bo'lishni unutmang.